Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun Zamin Baraka mebel laminat sexida qanday naveslar qilib berganligimiz haqida gaplashamiz, ma'lumot beramiz. Bu birinchi navesimiz. Bu navesimizni bundan 5 yil oldin o'rnatib berganmiz. Orqa tomondan demontaj qilib bu joyga o'rnatib berganmiz. Buni turbalari 150 lik turbadan qilingan, ustunlari, turbalarni boribman. Ustunlari, fermalari ugonnidan yasalingan. Ugonnidan 2 qavat qilib yasalingan, juda baquvvat qilib o'rnatilgan. Buni zaynaganiga ahamiyat bermaysizlar. Bu klientimizning o'zlarining fikrlari bo'yicha bo'yalmasdan shunday holatda qaytarib o'rnatib berilgan. Bu navesimizni ham bundan 8 yil oldin bu joyga o'rnatganmiz. Mana bu ham 1000 kvadratda yonlarida bo'lgan naves. Bu navesda o'sha 8 yil oldin konteynerda 6 ga 6 profilidan qilib yasab berganmiz. Ustunlari 150 lik turbadan bo'lgan. Hozir mana baquvvat, chiroyli holatda turibdi. Bu joyimiz orada baxtsiz hodisa bo'lib, boshqa arendatorlar turgan mahalda, bunda bu boshqa odamda joy edi. Baxtsiz hodisa bo'lib yonib ketgan. Shunda tomlarimiz ozgina qorayib ketgan. Lekin bir o'tgan yili, yo'lning oldingi yili kelib, biz shuruplarini olib almashtirib berdik. Nima sababdan? Shuruplarning rezinkalari erib ketgan va suv o'tkazib yuborgan. Shunda almashtirib, tepalarini chiroyli holatda germetika qilib berganmiz. Bu tomonni qarasalang, mana o'tgan yili 1 yo'l kelganimizda shu robotlarni va old qismlarini to'sishlarni qilib berib ketganmiz. Xo'p, bu orqamda turgan navesimizni ham bundan 2,5 yil, 2 yil oldin qilib berganmiz. Ustunlarini 14 ga 14 ustundan qilingan, chiroyli holatda. Bu joy laminat sexligi uchun o'zlaridan orttirilgan laminatlar va displar bo'lgan. Suv oqmasligi uchun o'sha displarni chiroyli holatda tashlab berganmiz. Bu joyimiz ham o'ta go'zal, sifatli holatda bo'lgan. Xo'p, bu 1000 kvadratli tomimizni ham 2019-yili karantin mahallada o'sha paytda demontaj qilib, bu joyimizga olib kelib o'rnatib berilgan, chiroyli holatda tal yuradigan qismlari ham bor bu joyda. Talini o'rnatib berganmiz, lekin talini hali ishlatishgani yo'q, lekin tallarini yuradigan qilib chiroyli holatda o'rnatib berilgan. Bu joyimiz ham sifatli, baquvvat holatda turibdi. Ustunlari 200 lik ustundan, fermalari ham ugonnidan yasalingan. O'ta baquvvat holatda yasalingan. Shu yerda ko'rishimiz mumkin, temir mahsulot yillar davomida o'zingizga investitsiya bo'lib, agar buzadigan bo'lsangiz ham boshqa joyga yana o'rnatib, chiroyli holatda temirdan o'zingizning xizmatingizda foydalanishingiz mumkin. Xo'p, yana bir navesimiz. Bu navesimizni orqa tomondagi navesni ham o'zimiz qilib berganmiz va qo'shimcha sifatida bu navesni qilib berganmiz. Bu navesimizni ko'rsalang, oldi qismi ko'tarilgan holatda o'rnatilgan. Bu nimaga? Bu joyga yuk mashinalar ko'p kiradi. Shunda yuk mashinalarining bo'yi tegib qolmasin deb tepaga qilib berganmiz. Suv tuman bo'lganda tunuka tellab suv oqmasligi uchun tagiga displarni ham chiroyli holatda tashlab berganmiz. Shu bilan shu Zamin Barakada jami bo'lib 15 000 kvadratga yaqin tom naves xizmatini qilib bergan ekanmiz. Agar kimga shunaqa katta naves xizmatlari kerak bo'lsa, shu nomerlarga telefon qilib aloqa qilsangiz, chiroyli, baquvvat holatda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.